Lekin Turkiyaga kelgandan keyin ham отдельный challenge bo'ladi. Misol uchun siz agar logist bo'lsangiz, misol uchun Yevropadan sizga zakaz tushyapti. Agar Rossiyadan yursam bo'ladimi yo'qmi? Birinchi savolni berasiz. Yo'q, Rossiya strogiy zapret deydi. Okey, ikkinchi marsrutim Turkiyaga kelgandan keyin ham, Turkiyadan keyin ham bizda 3 ta yo'nalish bor-da. Turkiyadan keyin ham O'zbekistongacha. Birinchi yo'nalish baribir Rossiyaga kiramiz. Masalan, o'zbek shoferlari Turkiyada yurgan o'zbek shoferlari uchun eng qulay yo'nalish через Rossiya. Mana bitta Lars переход bor, program переход Lars. Larsdan o'tishadi-da, через Rossiya kirib kelishadi. O'zbek shoferlari bu yo'nalishni yaxshi ko'rishadi, Eronga kirishni yomon ko'rishadi. Turk shoferlari Eron bilan yurishni yaxshi ko'rishadi. Ana endi mana topikdasiz. Ikkalasi ham sanksionni davlat hisoblanadi. Agar klientingiz juda strogiy zapret qo'yib tashlaydi. Agar Rossiyaga ham bir qadam qo'ymaysiz, Eronga ham bir qadam qo'ymaysiz desa, sizda alternativ marshrut bo'ladi, bez sanksionni через Kaspiyskiy moре suzib o'tasiz parom bilan. Через Bakudan keyin Maktau yoki Qo'riqqa suzib o'tamiz. Yoki дополнительно bizda hozirgi kunda Turkmanboshiga ham bor yo'nalishimiz. Turkmanboshiga ham suzib kelib, Turkmanboshi bilan kirib kela olaman.